Mana gaplashib men raqam ketdi demaydim. O'zbeki yo'q, qaralib kina ona. Bo'lur ha? Shunday taniydi buni qo'yaradi. Taniyanlar ham shunday. Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz qo'ymoqchisiz. Mana kunlarda bugun yakshanba 12-aprel. Do'stlar, mana bu hozir bir tabiat qo'yniga keldik. Ya'ni tepalar mana afg'on cho'llari hozir mana jannat makon nimaga aylangan. Ya'ni hamma yog'i o't. Mana ko'z tegmasin. Mashallah bu yil chorva yili bo'ldi. Mana qaysi tepani ko'rsangiz, usti hamma yog'i o't, sap-sariq. Do'stlar, like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Mazor Sharif shahriga yaqin yerlar. Keling, Afg'oniston cho'llarini hammangizga ko'rsataman inshaalloh. Keling, musofirimiz bo'ling, mehmon. Mana do'stlar, hamma yoq o't. Bu yil yomg'ir ko'p yog'adi. Kunora yo hafta o'rtada 2-3 marta yomg'ir yog'adi. Mana hamma yoq o't. Mana bu ham bizning qishloq. Afg'oniston va O'zbekiston o'rtada joylashgan, Surxondaryo yaqinida joylashgan Balx viloyati. Mana bu tomon esa O'zbekiston bo'ladi. Ya'ni markaziy shahri Termiz, Surxondaryo. Nağmasına. Yağısı balkanlar bu kolunca. Masada göstereceğim bir çöllerimiz hem yem yazında postum doğacak.